Nima bo'ladi? Voy, bu juda ham qiziqarli. Bu menga yoqayapti. Bu yerda qancha xatlar bor? Nima? Bu yerda qancha xatlar? Menimcha yuzlab xatlar bor. Ular shunchalik ko'pki, birinchi navbatda nimani o'qishimiz kerakligini bilmayman. Blackpinkga mingdan ortiq xatlar kelgan. Muxlislar uchrashuvi ham yaxshi yakunlandi. Hatto samimiy sovg'alar bilan ham muxlislar keta olmadi. Sovg'amizni ola olmaganlar, iltimos bizga elektron pochta xabarini yuboring. Biz faqat bitta odamni tanlaymiz va juda ham katta sovg'a beramiz. Bu haqida eshitganmisiz? Faqat bitta, faqatgina Blink uchun bu afsonaviy sovg'a bo'ladi. Sizning videolaringizni ko'rsam, ingliz tilida juda ham ajoyib eshitiladi. Blackpink tufayli ingliz tilini juda ham yaxshi o'rgandim. Hatto chet eldan juda ham ko'p xatlar kelgan. Men Blackpinkning birinchi raqamli muxlisiman. Men Blackpinkni yaxshi ko'raman. Hammangizga omad. Ammo men Singapurda yashayman. Niderlandiya. U Germaniyada yolg'iz yashaydi. Dunyoning turli burchaklaridan juda ham ko'p xabarlar kelgan. Salom, men Songkun universitetida almashinuv talabaman. 26-dekabrda Indoneziyaga qaytib ketishim kerak. Agar men sovg'a olsam, rostini aytsam, bu men uchun yaxshi xotira bo'lardi. Salom, men Blackpinkni eng yaxshi ko'radigan muxlisasiman. Sizga rahmat, meni baholarim yaxshilanmoqda. Buni hammasini qanday o'qiymiz? Bu juda ham ko'p. Rostini aytsam, bizda atigi yarim kun bor edi. Shularni hammasi. Ularning har biri xatlarni o'qib chiqadi. Bu juda ham achinarli. Nega? Salom, men chet ellik talabaman. Jamoat ishlarini qilish uchun chet elga ketyapman. Meni jadvalim bo'yicha Balidagi bolalar uyiga borishim va 5-dekabrda qaytishim kerak edi. Men o'z xonamda Blackpink muxlislar uchrashuvi haqida o'yladim va juda ham hayajonlandim. Men ketishimdan bir necha kun oldin vulqon otildi. Keyin men yana ish qilishga to'g'ri keldi. Men muxlislar uchrashuviga bora olmadim. Men bundan juda ham xafa bo'ldim. Men buni sizlarga yozyapman. Tabiat hodisasi deb muxlislar kela olmagan. Demak, vulqon otilgan. Keyingisi Jisoo tanlagan maktub. Bu xatni bir ota yuboribdi. Nima, rostdanmi? Nima deyapsiz? Men buni jasorat bilan yuboryapman. Jong Song-tu, 47 yoshda. Men Tejun shahrida yashayman. Men 10-sinf o'quvchisining otasiman. Mening eng katta tashvishim o'g'limning orzusi yo'qligi. Ammo endi o'g'limning orzusi bor. Bu OYGga ishga kirishdan boshqa narsa emas. U Blackpink kompaniyasining menejeri bo'lishni xohlaydi. Boshqalar uni achinarli deb o'ylashlari mumkin. Ammo Blackpink tufayli o'g'lim nihoyat orzu qilganidan xursandman. Uni hattoki SNS identifikatori ham yo'q. Uzr so'rayman. Favqulodda vaziyatda xotinimga telefon qiling. Voh, bu juda ham zo'r-ku. U juda jiddiy, lekin ayni paytda u juda ham yoqimli. Lisa sovg'a oladigan odamni qidiryapti. Men tan olmayman deb o'ylayman. Juda achinarli. Blackpinkga katta rahmat menga tasalli bergani uchun. Ular bitta dona xatni qoldirmasdan hammasini o'qib chiqishdi. Kimni tanlashimiz kerak haqida juda ham ko'p o'yladik. Bu juda ham qiyin edi. Bizni a'zolarimiz kimni tanlashni bilmay juda ham qiynalishdi. Keling, taxminiy 5 tasini tanlab olamiz, keyin ularning ichidan tanlaymiz. To'g'risi menga Singapurdan kelgan xat juda ham yoqqandi. Ota-chi? Ota u ham yaxshi. Uni qayerda? Uni topish kerak. Blackpink 5 ta nomzodni tanlab oladi va ulardan bittasini tanlaydi. Ularni qanday qilib tanlaymiz? Bu adolatli amalga oshirilishi kerak. Faqat bittasini tanlaymiz. Aralashtiring. Aralashtiramizmi? Qayerda bo'lmasin, biz mashinaga o'tirib boshimiz kerak. Sekinroq, unga qarama. Lisa, buni sen tanlaysan. Sen bugun oltinli qo'l bo'lishing mumkin. Oltinli qo'l hammasi sizga bog'liq. U har doim o'rtasini tanlaydi. Agar u eng yaqinni tanlamoqchi bo'lsa, nima uchun aralashtirdik? Xo'sh, bu kim? Bu hatto ajablanarli ham emas. Qayerdan ekan? Min Jin Kim. Natijalar keyingi hafta ma'lum bo'ladi. Ular yarim tunda qayergadir yura oladi. Ular juda ham asabiy. U bunga yo'l qadami? Kimni aldamoqchisiz? Blackpink kafeda yarim kunlik ishlaydi. Operator qiyofasidami? Bu yolg'on ish. Hatto eshik bormi? Bu yerda yo'q, menimcha bu yerda yana bitta juftlik bo'lishi kerak. 2018-yilning eng yaxshi samimiy kamerasi keladi.
Blackpinkning eng yaxshi samimiy kamera loyihasi. O'sha omadli Blink kim bo'lishi mumkin? U shu yerda. Yulduzimiz keldi. U shu yerda, u keldi. Yulduzli loyiha.